Kechki taomga nima taom tayyorlasam ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, albatta ushbu mazali brizoldan tayyorlashni menyungizga qo'shib qo'ying. Taomimiz uchun ko'p narsa kerak emas. Go'sht qiymasi, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib, shunaqa dumaloqchalar yasab olamiz. Usti va tagini strich selofan bilan yopib, yupqa qilib tovamizga mo'ljallab yoyib olamiz. Chetlarini pichoqchada to'g'rilab chiqamiz. Har bitta brizolimizni pishirganimizda bir dona tuxumga tuz solib aralashtirib olamiz. Qizib turgan tovamizga ozgina yog' va tuxum solamiz. Tuxumlar pishmasdan turib yoyib olingan qiymani solib ustilarini yopib 3 daqiqa past olovda pishirib olamiz. 3 daqiqadan so'ng orqasini ehtiyotkorlik bilan o'kirib olamiz va yana past olovda 6-7 daqiqaga dimlab qo'yamiz. So'ngra qarabsizki, juda mazali bo'lib pishgan brizollarimiz tayyor bo'ladi. Ularni issiqligida ustiga tvorojniy sir suramiz. Nachinkasiga mozzarella sirlaridan qo'ydim. Istasangiz bodring pomidor solib, shunaqa o'rab olib, dasturxonga istalgan garniringiz bilan tortishingiz mumkin. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang.